Yalğan tövbə. Mansur ibn Ammar hikoya qilib shundoq deydi. Mening bir o'ziga zulm qilgan do'stim bor bo'lib, bir kuni og'rib qolganligini anglab, uyiga izlab bordim. U hovlisining o'tirida nihoyat kasal holatda, yuzlari qaradab ketgan yetibdi. Men uning ahvolini ko'rib, ichim siyrildi va qarindishim La ilaha illallohni ko'p degan dedim. U hushiga keldi va yana hushidan ketdi. Men qarindishim La ilaha illallohni ko'p degan dedim. U hushiga keldi. Ondan yana hushidan ketdi. Men qarindishim La ilaha illallohni ko'p degan dedim. U hushiga keldi. Va menga men La ilaha illallohni deyamayapman dedi. Men ajablanib, sen kechalar tahajjud o'qiydigan, namozlar oldiraydigan, yaxshi ishlar oldiraydigan solih bir kishi bo'lsang, dedi. U, men bu ishlarni boshqalar meni taqvo deb qolsin, solih ekan deb qolsin deb riyo qilib qilgan edim. Amaliyotda kishilar meni ko'rmagan vaqtida ishiklarimni taqab, pardalarimni tushirib, aroq ichib, o'yin tomosha qilib, gunoh ma'siyatga cho'kkan edim. Ondan Alloh taolo meni jazolab, menga ig'ir kasal berdi. Men Qur'onni akaldirib, Qur'on oyatlarini tilovat qildim. Ondan Qur'onni tutib turib, "Ey Alloh, men Qur'on Karimning haq hurmati bilan kasalimga shifolik bersang, mendan bu qiyinchilikni ko'tarib bersang, bundan keyin, saqaygandan keyin bu gunohlarni qat'iy qilmaslikqa, sening solih, taqvo bandang bo'lishqa men sen ahd beraman" dedim. Alloh taolo darvaqa mening duolarimni ijobat qildi, kasalimga shifolik berdi. Ammo men saqaygandan keyin u va'dalarimni unutib, ilgirki gunohlarimni yana sodir qildim. Uyun tomosha, gunoh ma'siyatga cho'mdim. Ondan Alloh taolo yana meni jazolab, yana meni ig'ir kasalga mubtalo qildi. Men yana burunqidek Qur'onni akilib, Qur'on oyatlarini o'qib, yana Qur'onni tutib turib, Alloh taologa shundoq va'dalarni berdim. Alloh taolo yana mening duolarimni ijobat qildi. Kasalimga shifolik ato qilib, qiyinchiliklarimni ko'taribdi. Men qiyinchiligimdan qutulgandan keyin yana burunqi gunohkor holatimga, osiy holatimga qaytib qoldim. Ammo Alloh taolo bu qatim meni qattiq jazolab, meni sen ko'rib turgan mushu kasalga mubtalo qildi. Men bu qatim yana burunqidek Qur'onni akilib, Qur'on oyatlarini o'qimoqchi bo'ldim. Ammo bu qatim Qur'ondan biror harf mening ko'zimga ko'rinmadi. Men Alloh taolo bu qatim haqiqatan menga g'azab qilibdi deb bildim. Va osmon qarab turib, qo'llarini ko'tarib turib, "Ey osmon zaminning podshohi bo'lgan Alloh, menga shifolik ato qilgin, mendan bu qiyinchiliklarni ko'tarib o'tgin" deb yalvorib duo qildim. Ammo bu qatim Alloh mening duolarimni ijobat qilmadi. Men xuddi osmon tarafdan bir nido qiluvchining, "Sen kasal vaqtingda, qiyinchilik vaqtingda tavba qilsan. Saqaygandan keyin yana gunohkor osiy holga qaytsan" deb nido qilganligini anglagandek bo'ldi. Mansur ibn Ammar shundoq deydi. Alloh bilan qasamki, men uning yenidan, ko'zlarimdan taramlab yoshlarim oqqan holda ayrildim. Uning ishkiga yetib kelgan vaqtimda o'lib ketganlik xabari anglandi. Demak, biz insonlardan yomon amallarimizni yushiradigan bilan Alloh taolodan yushira olmaymiz. Alloh taolo hamma ishlarimizni kech kunduz qilgan shu yomon amallarimizni bo'lsin, yaxshi amallarimizni bo'lsin, Alloh taolo bilib turdi, ko'rib turdi, farishtalar yezib turdi. Allohning g'azabi kelganda va ajal yetganda, qiyomat qoyim bo'lganda qilingan tavba hech nimaga asqatmaydi. Bundaq tavba qabul bo'lmaydi. Haqiqiy tavba bo'lsa, qilgan gunohlarga qattiq pushaymon qilish va buningdan keyin qat'iy qilmaslikqa iroda bog'lash va u gunohlardan
qat'iy üzülüş və qayta təkrar qılmasıq bilan boludu. Şuna bizga ölüm tuyuqsuz yetib kelishdən burun, tuyuqsuz əcəl yetişdən burun Allah Taalaga səmimi tövbə qılıb Allah Taala tərəfə qayıdaylı. Allah Taaladan güzel aqibət soraylı. Və biz qəflətdə qalğan halda Allah'a uçuruşdan Allah'a sığınıb pənah diləyirik. Güzel aqibət diləylik.